Hurmatli o'quvchilar, siz bilan 313-savolga ham yetib keldik. 313-savol tahlili bilan tanishib oling. Ma'lum sharoitda 81,6 nanometr uzunlikdagi denka molekulasi BAM-H1 restriktaza fermentlar ta'sirida A, B, C, D bo'laklarga bo'lindi. Hosil bo'lgan barcha denka molekulasidagi vodorod bog'lari soni dastlabki vodorod bog'lari sonidan 5% ga kam bo'lsa, hosil bo'lgan denka molekulasidagi guanin sitozin orasidagi vodorod bog'lari sonini toping. Xo'p, endi biz yechimga o'tamiz. Bizga masala shartida denka uzunligi keltirilgan 81,6 nanometr. Undan biz denkaning bir zanjirdagi nukleotlar sonini topib olishimiz mumkin. 240 ta ekan. Aytgancha, BAM-H1 restriktaza fermenti quyidagicha holatda denkani bo'laklarga ajratadi. Ya'ni guanin o'rtasidan kesadi va mana bu yerda 10 ta vodorod bog'larini kesib, yana guanin holatda chiqib ketadi. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, BAM-H1 restriktaza fermenti denkani kesadigan bo'lsa, 2 ta fosfat efir bog', 10 ta vodorod bog'ni kesadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu bitta denka bo'lgan. Denkani 3 ta joydan kesilsa, 4 ta bo'lak ajraladi. Demak, denkaning har bitta zanjirda 240 ta nukleot bo'lgan va uni 4 bo'lakka bo'lish uchun 3 ta joydan kesish kerak. Demak, 3 ta joyda kesgan vaqtida har bitta bo'lak kesilish vaqtida kesilgan joyda 10 tadan vodorod bog' kesilgan bo'ladi. 3 ni unga ko'paytiramiz, chunki 3 ta joydan kesilgan. 3 ni unga ko'paytirsak, 30 ta vodorod bog' kesilgan. Demak, vodorod bog'lari umumiy holatda 5% ga kamayish beryapti. Demak, 30 ta vodorod bog' 5% ni tashkil qilyapti umumiy vodorod bog'lar sonining. 100% qancha desak, 600 ta bo'ladi. Demak, dastlab ushbu denka bo'lagida 600 ta vodorod bog' bo'lgan ekan. Denkaning bitta zanjiri, ya'ni x ga y ni qo'shadigan bo'lsak, x plus y-imiz 240 ta nukleot bo'lgan. Biz buni dastlab denkaning uzunligidan topib olgan edik. 240. 2x plus 3y, ya'ni vodorod bog'lar sonini topayapmiz. X ga 2 ni ko'paytirsak 2x, y 3 ga ko'paytirsak 3y barobar 600 ta vodorod bog' bor. Ya'ni 100% jami vodorod bog'lar soni. Bu restriktaza fermenti kesmasdan oldingi denkadagi holat. Topadigan bo'lsak, y-imiz 120 ta, x-imiz 120 ta, ya'ni guanin sonlari soni 120 ta, ya'ni guanin sitozin sonlari 120 ta ekan. Endi qarang. 120 ta bo'ladigan 120 ta guanin sitozin 120 tadan bo'ladigan bo'lsa, 120 ni ko'paytiramiz 3 ga. 360. Demak, dastlab guanin va sitozin o'rtasida 360 ta vodorod bog' bo'lgan ekan. Endi qarang. Guanin sonlarini, demak, bu 6 ta guanin sitozin qismi kesilgan. Qayerdan bilyapmiz? Sababi, mana e'tibor bering. Guanin sitozin orasida 3 ta vodorod bog' bor. Mana shu bitta kesma hisoblanadi. Bitta kesma hisoblanadi. Mana shu bitta kesmada guanin bilan sitozin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bo'lgan va adenin timin o'rtasida emas, mana sitozin guanin o'rtasida ham 3 ta vodorod bog' bo'lgan. Jami bir marta kesish restriktaza BAM-H1 restriktaza fermenti bitta joydan kesgan vaqtida guanin sitozin o'rtasini 2 marta kesgan. Ya'ni bunda 3 ta vodorod bog', bu yerdan 3 ta vodorod bog', jami 6 ta vodorod bog' kesilyapti. Shuning uchun 6 ni 3 ga ko'paytiramiz. Demak, 6 bu vodorod bog'larning, demak, bitta kesishning o'zida 6 ta vodorod bog' kesganligi uchun 6 ko'paytirgan, u 3 ta joydan kesganligi uchun 3 ga ko'paytirasiz. 3 kira 6 18. Menimcha tushundingiz. Mana bu 6 qayerdan kelyapti? 6 guanin bilan sitozin o'rtasida kesilgan vodorod bog'lar soni va 3 esa mana bu 3 ta joydan kesganligi uchun 3 ga ko'paytirasiz. 18 kelib chiqadi. Demak, dastlab guanin bilan sitozin o'rtasida 120 3 ga ko'paytirsak 360 ta vodorod bog' bo'layotgan bo'lsa, shuning 18 tasi BAM-H1 restriktaza fermenti yordamida kesib tashlangan bo'lsa, 360 dan 18 ni ayirsak, 342 ta vodorod bog' guanin va sitozin o'rtasida qolgan ekan. Javob varianti D javob varianti bo'lyapti ekan.
Umumiy holatda yechim mana shunday bo'ladi. Masalani yana bir marta videosini ko'rib, masalaning yechimini tahlil qilib chiqing.